Men hozir Auckland universitetidan chiqqandan keyin yana boshqa bir joyga to'xtab o'tdim. Bu hozir sizga Auckland Community College deyiladi. Xuddi ko'rganingizdek anaqada ko'rgandingiz. Muqom Community College degan. Faqat o'sha Aucklandni Muqomga almashtirasiz. Muqom endi Auckland Community College'ga aylandi. Har bir county degani oblast degani. Muqom oblast men yashaydigan joy. Keyin mana bu hozir Auckland Universitet Auckland oblastida joylashgan. Bizdan bir 15-20 minut ammo boshqa chegarasida. Keyin ko'rib turibsiz, pastida Auburn Hills Campus deb yozilgan. Auburn Hills Campus degani Auburn Hills bu shaharda o'ti joylashgan joyi, Rochester Hillsga yaqin. Shuning uchun unda buni ham anaqalari juda ko'p. Markazlari, joylari juda ko'p. Auburn Hills bor, boshqa shaharlar joylar xuddi Muqom kollejiga o'xshab, community college'ga o'xshab juda ko'p joylari bor, juda ko'p zdaniyalari bor. Bu Auburn Hills bitta zdaniyasi uni. Mana oldingizda ko'rib turgan bino, uni bitta zdaniyasi. Undan keyin bitta zdaniyasi, undan keyin bu Auckland universitetiga juda yaqin. Har ikkalasi bitta oblastda joylashgan. Biri-biridan bir men 2 kilometr nariga Auckland universitetidan chiqqandan keyin bor yo'g'i bir 2-3 kilometr keldimda pastga to'xtab o'tdim. Endi o'ylab ko'ring o'zingizcha o'ylab ko'ring. Sizga o'sha Auckland universitet kerakmi? Muqom Community College kerakmi yoki Auckland Community College kerakmi? O community college'lar ko'pincha 2 yillik bo'ladi. Narxi juda arzon bo'ladi. Bugun shanba bo'lgani uchun yopiq bo'lishi mumkin. Menimcha soat 2 da bular ham yopiladi. 2 da yopiladi, balki ochiq bo'lishi ham mumkin. Yo'q, yopiq. Hammasi yopiq. O'zidan o'zi shiqillab yotibdi eshiklari. Keyin o'sha sizga kerakmi yo'qmi? Balki umuman 2 yillik. Ba'zi vaqtlar o'sha 2 yillikda o'zi ham kerakmi yo'qmi? O'zi o'qishda o'zi kerakmi yo'qmi degan savollar tug'ilib turadi. Chunki ko'rib masalan ko'p odamlar o'qishsiz ham hamma narsani eplab ketyapti. Shuning uchun yana uni har kim o'zicha o'ylab ko'radi, ammo narx nuqtai nazaridan, kirish osonligi nuqtai nazaridan community college'lar juda oson bo'ladi. Juda osongina kirib olish mumkin, juda osongina bitirib chiqish mumkin. 2 yillik bo'ladi. Undan keyin har bir o'sha mana Auckland Community College bor, unikini ham Auckland universiteti bilan dogovorlari bo'ladi. 2 yilda bu yoqqa o'tgandan keyin ular sizni 2-3 kursdan u yoqqa qabul qilib olib, kreditlaringizni o'tkazib beradi. Agar universitetni bitirish niyatingiz bo'lsa, bemalol o'qib bitirib u yoqqa o'tib ketasiz. Undan keyin yana men sizga boshqa bir metodlarini ko'rsataman. Meni xotinim o'qigan bir kollej bor. U kollej butunlay boshqacha. Unda doktorlik ham qilishingiz mumkin, masterlik ham qilishingiz mumkin. U 4 yillik kollej. Ammo ishlash, o'qish metodlari butunlay boshqacha, raspisaniялari boshqacha bo'ladi. Shularni ham keyin ko'rsatib beraman. Mana endi bu kollejni student markazi mana bu yerda. Student markazi ochiq bo'lishi ham mumkin. Men borib ko'rsammikan, yo'q ko'rmasammikan, mayli bir borib ko'raman. Ochiq bo'lsa ichini ko'rsatib beraman. Keyin mana bu narigi tarafda ikkinchi bir zdaniyasi, bu ham hashamatli, juda ko'p. Gazani ustida joylashgan. Bizda qo'shnini bolalari o'sha Troy maktablarida o'qigan, juda yaxshi bir maktablar, o'sha yerlarni bitirib keyin har ikkalasi ham Auckland Community College'ga kelib o'qishgan. Troy maktablarini bitirgandan keyin. Bularda ham o'zini ko'rib turibsiz, politsiyskiy mashinalari bor. Keyin
Ya undan keyin bizda yana bitta qo'shni bor, u advokat. Advokat, uni ham bolasi, u boshqa bir qo'shni, uni ham bolasi anaqada anaqaga o'qigan. Mana bu student markazi bu yerda, narigilar politsiyskiy mashinalar, Auckland Community College'da, OCC deydi, Auckland Community College'da o'zini mashinalari. Menimcha zdaniyalarni ko'rishi maqom Community College'ga qaraganda yaxshiroq ko'rinadi. Juda gazalarda joylashgan, daraxtlari yaxshi. Men kecha ko'rsatdim sizga maqom Community College'da. Endi buni ko'rsangiz juda farqi juda katta. Bu ham yopiq. Ko'rib turibsiz, bu zamonda hamma narsalar yopib tashlangan. Ammo ichi hammasi bir-biriga o'xshab ketaveradi. Ichida stol bo'ladi, stul bo'ladi, boshqa narsa bo'ladi. Unchalik katta ham farqi yo'q. Keyin gazani ustida joylashgan Auburn Hills deydi. Hills degani gaza degani. Shuning uchun hozir men o'zim ham gazaga qarab chiqib ketyapman. Gazani ustiga qarab, gazani ustidan chiqib narigini anaqaga olaman. Narigi Auckland Community College'da boshqa bir zdaniyasini olaman. Narigi zdaniyasiga borib o'tirishimda ham o'zi sharti yo'q, chunki yopiq bo'lishi mumkin. Bugunlar menda navigatsiyada soat 2 da yopiladi deb ko'rsatgandi. Hozir soat 4-5 bo'lib ketgan. Shanba kuni 4-5 bo'lib ketgan. Nariga qarasangiz usti juda katta hashamatli bino. Auckland Community College deydi. Bir vaqtlar biz umuman nazar pisand qilmasdik. Agar Auckland Community College'ga borasanmi, o'qiysanmi desa, o'lishga rozi bo'lardik, ammo bunday joylarga o'qishga rozi bo'lmasdik. Ammo endi qarasangiz juda yaxshi narx nuqtai nazaridan. Mana ko'rib turibsiz, Auckland Community College deb yozilgan. Zoom qilsam Community College, zdaniyalar, katta juda ko'p parkovkalar, nariyaqda hayveylari bor. Juda yaxshi bir joy, yaxshi bir o'qish markazi. Endi katta advokatlarning bolalari shu Community College'ga kelyapti, chunki ular biladi narx arzon, iqtisodiy nuqtadan. Undan keyin u yerda yashaydigan bo'lsangiz, boshqa narsa o'sha anaqada yashaydigan bo'lsangiz boshqa bo'lsa, unda yana narxini pasaytiradi. Shunga qarab ular juda ko'p pul to'lamaydi. Shuning uchun Auckland Community College'ga keladi. Ular masalan Auckland universitetiga ham borishi mumkin edi. Keyin agar xohlasa 2 yildan keyin Auckland universitetiga boradi. Oxir oqibatda bitta diplom, Auckland universiteti degan bir diplomni oladi. Uni anaqaga Community College'ga borganini hech kim bilmaydi ham. Yana bir narsa, shu yerdan shundaygina qarasangiz Auckland universitetining gazani ustida nariyaqda uzoqda zdaniyalar ko'rib turibsiz. O'sha 2 kilometr ham chiqmaydi, 1 kilometr ham chiqmaydi. Juda katta avtomashina, Chrysler deymiz, Dodge Chrysler degan avtomashinani markazi. U ham oldin hozir Stellantis bo'lgan, bir vaqtlar Mercedes-Benz, Daimler Chrysler sotib olgandi. Undan keyin ular yana sotib yubordi. Keyin hozir o'sha Stellantis degan kompaniya sotib olgan o'sha shtab kvartirasi. Mana shu 3 ta katta avtomashina anaqalaridan, kompaniyalaridan bittasi. Yana qolganlari aytib o'tgandek General Motors bilan keyin Ford, General Motors GM deyiladi. Mana shu Detroit bu motor shahri deyiladi. Keyin avtomashinalar markazi, mashinalarga oid hamma narsalar o'sha Detroitda qilinadi ko'pincha. Ya men hozir pastga tushdim. Mana yuqorida edim, yuqoridan pastga tushdim. Pastda mana ko'rib turibsiz, yana yaxshi daraxtlar bor, joylar bor. Bular studentlar yashab turib anaqa qilish uchun
qilingan. Bu Advanced Technology Center deydi. Yana bitta texnologiya markazi hisoblanadi. Ustida yozib qo'yilgan, yuqorida qarasangiz Advanced Technology Center deb yozib qo'yilgan. Shu bilan keyin endi men yana pastroqqa keldim. Ko'rib turibsiz, juda yaxshi anaqa qilingan kampus, juda yaxshi katta universitetlardan qolishadigan joy yo'q. Undan keyin Vocational Technical Building deydi, yozib qo'yilgan. Mana bu yana bitta zdaniyasi. Qarasangiz, naryoqda yana zdaniyalar juda to'lib ketgan, anaqalar juda yaxshi anaqa qilingan. Yuqorini qarasangiz, yuqorini qaraydigan bo'lsangiz, hozir ko'prik bor. Mana bu yerdan naryoqdan ko'prik, bu zdaniyadan narigi zdaniyaga ko'prik orqali studentlar o'tib ketadi narigi tarafga qarab. Chunki shu ko'prik bor. Ko'rib turibsiz, men arqamda ko'rinib turgan o'sha ko'prik orqali bir zdaniyadan ikkinchi zdaniyaga o'tib ketadi. Yana shu juda hashamatli, menimcha Auckland Community College ham anaqadan Muqom Community College'dan qolishmaydiganga o'xshaydi. Har ikkalasi ham joylashishi boshqa anaqasiga qaraganda juda yaxshi. Men yashaydigan joy Muqom Community College'ga qarashli, ammo bu qo'shni joy, bor yo'g'i bir 20-30 minutlik, ko'p bo'lsa yarim soatlik yo'l emas, 25 minutlik yo'lda joylashgan Auckland Community College. Bu ham yana bir versiyalardan bittasi, dokument topshirib o'qib anaqa qilib ketish uchun. Buni ham anaqasini men ko'rsatib beraman. Qanday qilib ariza topshirish kerak, qanday qilib anaqalarni yuklash kerak, email anaqalarni qilib hammasini qilishini yana men ko'rsatib beraman.